Hammaga assalomu alaykum. Bugun siz bilan o'qishga shunaqa katta kallam bilan уже ikkinchi marta Dyson'da ukladka qilishim, lekin har safar o'xshamaydi. Bu safar ham o'xshamasa hayron qolmang. O'ynaymi ujma ikkinchi marta kiyishim, birinchi safardan keyin yuvganimdan keyin kichkina bo'lib qoldi. Juda qiynalganim uchun birinchi sochlarimni yechib olishga qaror qildim. Shunaqa azob. Hamma qizda shunaqa bo'ladimi yoki man yechishni bilmaymanmi? Rosa o'ylanib zo'rg'a yechib oldim. 4 tagina sochim bor, 4 tani ham to'kaman shekilli shuni orqasidan. Voya o'xshamagan chovkamni sochlarimni ko'rishinglar mumkin. Men ko'ra ko'ni solib sochimni qildirib tashlasam bo'lmasmidi dedim, lekin slishkam kech qotganim uchun shunday ketdim. O'xshamagan sochda endi bugun o'qishga boramiz. Sumkaga keladigan bo'lsak, sumkani qora tanladim, chunki qo'l qismlarida shunaqa qora ketgan edi. Hamma detal hamma narsani olishga ulgurmadim, chunki juda ham kech qolib ketdim. Pastda taksi ham kutib turdi. Shunaqa qilib men ketdim. Sizlarga esa paka like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Voy, siz Bonamur singlisi emasmisiz? Yo, vashi xolavachcha emasmisizlar? Kelishayotganiga men Instagramni ochganimdan beri o'rganib kelganman. Lekin Loloni uzun marketli varianti deyishga necha? Kelasini ham juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Iloyim o'xshab yurishinglar nasib qilsin. Lekin bunaqa deyishinglar noto'g'ri. O'ziga yarasha chiroyli, uli ham o'ziga yarasha, men ham o'zimga yarasha. Xudo bergan husnim. Men kimdir uzun marketli varianti bo'lib tug'ilmaganman. Men ham ko'p joylarga borsam, Bonamurga o'xshirkansiz degan komplimentlarni juda ham ko'p eshitganman. Bu gap yoqadi, lekin men o'zimni umuman o'xshash tarafimni ko'rmayman. 40 soat deganda boyla bo'lgandan keyin shu koftalarimni sizlarga maqtamoqman. Asalligini qaranglar buni. Uxtim как будто VIP deyman, o'zimcha shim tanlashimga o'ylamanmi? O'zi kech qolman, yana o'zimcha shim tanlayapman. Qora shimni kiyishga qaror qildim. Ko'p likillavordim, bildim, lekin shunaqa yoqib ketyapti bu koftam. Sochim ozgina kirligi uchun yig'ib ola qoldim. Sumkaga esa shunaqa bejviy sumkani taqdim. Men shu bilan tayyorman. Sizlarga esa paka. Umr bilan mobilga o'xshatadigan qizinglar ko'chaga chiqib ketyapti. Paka. Deylar, nimaga har doim kerak joyga borayotganida makiyajinglar dabdala chiqadi-da, kerak emas joyga borsanglar просто makiyajinglar vau chiqadi. Hozir to'yga boraman, makiyajimni ko'rib turibsizlar, qanaqa dabdala chiqqanini. Qo'ldan kelgancha har qanaqasiga chichirib makiyaj qildim. Dress kod bizda o'zi qora edi, lekin ba'zi birov kelinning o'rtoqlari pushtiga almashtirib qo'yishdi, lekin men pushti umuman kiymayman, chunki bu rostdan pikmilan rangi. Hamma qiz pushti kiysa men qora kiyaman. Lekin yana bir chiroyli ko'rishga tayyormisizlar? Endi menga yangi bo'lgan shu chiroyli ko'raman, sizlarga bilmayman. Mana qaranglar. Ko'rishinglar mumkin. Kunligim shunaqa, o'zi menda ro'molchasi вообще-то yo'q edi. Короче, lekin bu joningiz baraka topsinlar, qo'shib berganlar. Kilamasdan to'g'ri borib kelishimiz uchun. Lekin jalli kilagim kelib qolsa, momida bo'ladi. Hazillashdim, конечно. Sochimni shunaqa jingalak qilib oldim, chunki kun issiq etganlar. To'yga borsang, lo'licha, gadocha kiyim kiysang ham, keyin qo'lingda taqir-tuqirlar bo'lishi kerak edi. Bo'ladimi shunchasi? Bo'ladi. O'ylagan, rostdan hech nima yoqmayotganiga rostdan borgim kelmayapti уже. Hozir aytmaysiz-chi, sразу makiyajimni yuvib yotib olishga ham jalq emas. Sizlarga bir hafta davomida polniy kontent qo'yishim kerak edi. Qarasam, har kuni qo'ysam bo'lmas ekan. Shuning uchun 2 kunda bir qo'yishga qaror qildim. Menga juda ham ko'pchilik yozdi. Men o'ylamagandim, podpishkalarim shu gapimga rostdan kutadi-da. Million marta so'ragan, makiyajimdan ko'rsataman. Men hozir yuzimni namlantirib olganman. Endi eslab suramiz. Mani eng kambag'al odatlarimdan biri, ichida qolmasa, bunaqa siqib chiqarsam, ishoninglar, ichida trillion marta chiqadi. Shundan qarab olamiz. Endi terilmagan qoshlarimizni konsiler bilan chetini bo'yab chiqamiz. Qo'lchilarni olib qoshimni bo'yab oldim. Qo'lchilarni yuvib, suvda keyin yuzingizga qilsanglar yanada yaxshi yotadi. Ko'pchilik aytadi, anaqa mana bunaqa tizish kerak, men qilolmam dedan tizmaydi. Yo'q, qizlar. To'g'ri narsa yo'q. Chunki hammani yuzi har xil. Sizlarning yuzi semiz bo'lsa, mamutdan qilsa yuzi semiz bo'lib qoladi. Mamutdanmi, botdanmi yarashsa bo'ldi, tizga turinglar. Men makiyaj qilishni 9-sinfdan boshlaganman. 9-sinfdan qanaqa bunaqa javoblarni makiyaj qilganman. Конечно, pudradan boshlaganman. Tushdan boshlaganman. Qarshilik bo'lganmi desanglar, oyimlar ozgina qilishimga qo'yardilar. Bungilar histérika qilib tashlashadi. Ko'plarga borsam, siz qayerda o'rganganmisiz, qaysi kursda o'qigansiz deb menga juda ham ko'p savol berishadi. Men hech qayerda o'qimaganman. Boya aytgan gapim, yoshligimdan makiyaj qilish yoqqani uchun nima qilib o'zimcha o'rganib yurardim. Ishoninglar, men boshida zo'r qilmaganman. Makiyajimni ko'rsanglar, просто kuladigan darajada makiyaj qilganman. Hozir balki xatolarim bordir, lekin hozir o'zimga ko'rinyapti. Keyinchalik ko'rinsa, obязательно to'g'rilayman. Erinmasdan puchka qo'yib kupe yopishtirib yuraman. Keyin qizlar, agar o'zingizlar yanada ham kattaroq ko'rinishini xohlasanglar, men sizlarga bitta sekret aytaman, esingizda qolsin. Tani pastiga mana bunaqa teng qilasizlar. Xohlasanglar qora qalamda, xohlasanglar tengda qilsanglar ham bo'ladi. Mamutdan olib borib, o'tman bir strelkaga borib tuzasizlar. Shunda sizda ikkinchi strelka paydo bo'ladi. O'shagandan keyin bitta rahmat deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. 165 chetiga surib olaman. 80 istaysiz. Sizlar shunaqa ketsanglar ham bo'ladi. Buni bilmayman, nomeri ham yo'q, shuning uchun kichkina bo'lib ketgandan ko'rinmaydi. Islarni uchun nimani noto'g'ri qilyapman, nimadir qo'shishim kerak makiyajimga aytsanglar, obязательно yozib ketaman. Shunaqa qilib men ketdim, sizlarga esa paka.
Assalomu alaykum. Hamma videolarimni boshlayman bo'ldi. Nimaga u qizni videosi otib maniga otmayapti? Sizlar bilan Get Ready With Me klassический obrazda, chunki menga klassika kiyib keling deyishdi. Hamma joyda trend bo'lib ketgan koftichkani zo'rg'a topib olib kiyuvdim, lekin pasti shunaqa xunukkan, nima bilan tushirishni bilmasdan oxiri yubka kiyadigan bo'ldim. Rosa o'yladim, shu bilan вообще xunuk turar ekan. Men asabimga tegib, suv emasmi deydi. Men ham jin emasman-ku, shu suvda kapron kiyib oladigan, men shunaqa mexli kalbotka kiyaman. Bitta sizlarni deb, likillashi deb ertaga tog'amga o'tirish niyatim yo'q. Qilib etichalarimni ham kiyib olaman. Onam bilsa o'ldiradilar. Agar shu yerda kiyayotganimni ko'rsalar, nubab kiydim. Kalta yesam yemasam. Vola, takoy fofichka bo'lib etilarim maqtamuman, nubab ko'rinmayapti. Endi navbat sochimizga. Bu obrazga sochlarimni yig'ib olaman. Bala, prichoskalar bugun boshqacha. Voy, tez maqtab tashlaylar. Shunaqa fofichka bo'lib, boboqiz bo'lib ketaman. Ko'p o'zimni maqtab bordim. Shunaqa sumka taqdim. Shundoq ham kech qolib ketaman. Всем пока. Videoni oxirigacha ko'ribsizlar, like qo'yishim jalqa bo'lmasin. Xayr.